Man Rasulova Nazira Anvarovna Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy markazida 10 yildan buyon dermatovenerolog hamda podolog shifokori sifatida ish yuritaman. Podologiya bu oyoq panjasi, tirnoqlardagi o'zgarishlar, ya'ni zamburug'li kasalliklar, tirnoqlarning et ichiga o'sishi, oyoqlardagi turli xil so'gallar yoki qadoqlarni o'z ichiga qamrab oladigan soha. Podologlar oyoqlardagi kasalliklarni tashxislaydi, davolaydi va hamda uni oldini oladi. Hozirgi kunda bizning markazimizga juda ham ko'plab bemorlar murojaat qilishmoqda, ayniqsa tirnoqni zamburug'li kasalliklari yoki oyoqlardagi qadoqlar yoki tirnoqning et ichiga o'sish kasalliklari bilan juda ham ko'plab bemorlar murojaat qilishyapti. Albatta biz bu kasalliklarni oxirgi innovatsion metodlar bilan davolaymiz, ularni oldini, asoratlarini olishga yordam beramiz va albatta shuni ta'kidlab o'tamanki, ushbu kasalliklarni davolashda samouchkalarga emas, oliy toifali shifokorlarga murojaat qilishingizni so'rab qolaman.